Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz juda ham muhim mavzuda video tayyorladik. Ya'ni YouTube O'zbekistonda monetizatsiyani yoqmagan, O'zbekiston auditoriyasi uchun pul keltirmaydi, lekin Amerika YouTube juda ham ko'p pul to'laydi. Nima uchun? Va O'zbekistonda turib biz ingliz tilida video yuklasak, daromad qilsak bo'ladimi? Bugun mana shu savollarga ushbu videoda javob olishingiz mumkin. Unda biz videoni boshlaymiz. YouTube nima uchun pul to'laydi? YouTube daromadni asosan reklamalardan oladi. Reklama YouTube uchun asosiy biznes hisoblanadi. Reklama beruvchilar pul to'laydi, YouTube o'sha pulning bir qismini videoni yaratgan insonga beradi. Oddiy qilib aytganda, sizni videolaringizni orasida qancha ko'p reklama chiqsa, sizga shuncha ko'p pul to'lanadi. Agar sizni videolaringiz orasida reklama chiqmasa, pul to'lanmaydi. Misol uchun, sizni videolaringizni O'zbekistondan turib kuzatuvchilar qancha ko'p bo'lsa, sizni videolaringizda reklama umuman chiqmasligi boshlaydi. Ya'ni sizni videolaringizni O'zbekistondan turib kuzatuvchilar uchun pul to'lanmaydi. Umuman ular uchun reklama chiqmaydi. Lekin sizni videolaringizni amerikaliklar kuzatishsa, ya'ni Amerikadan turib insonlar kuzatishsa, sizga pul to'lanadi. Agar O'zbekistonlik yurtdoshlarimiz ham Amerikadan turib sizni videolaringizni ko'rsa, ular uchun ham sizga pul to'lanadi. Nega Amerika YouTube uchun ko'p pul to'lanadi? Sababi juda ham oddiy. AQSh YouTube bilan to'liq shartnomada va u yerda reklama bozori juda ham katta. Amerika firmalari reklama uchun katta pul to'laydi. Reklama narxi juda ham baland, YouTube ko'proq pul beradi. Shuning uchun YouTube'da eng katta daromad aynan AQSh, Kanada, Germaniya, Angliya va shu kabi bir nechta davlatlar uchun katta pul beradi. Endi biz eng asosiy savolga o'tamiz. O'zbekistonda turib inglizcha video qilsa, monetizatsiyani, ya'ni pul ishlash tizimini yoqsa bo'ladimi? Hozir sizlarga to'liq javobni aytib o'taman. Siz O'zbekistonda turib ingliz tilida yoki bo'lmasa bolalar uchun video yuklab, siz daromad qilsangiz bo'ladi. Siz eng avvalo joylashuvga kirib, YouTube studioga, ya'ni YouTube studioning saytiga o'tasiz va joylashuvga Amerikani belgilab qo'yasiz. Va sizda YouTube studioda monetizatsiya bo'limi ochiladi. Endi siz video yuklash davomida sizni qancha prosmotrlaringizni, qancha yig'ayotganingizni ko'rsangiz bo'ladi. Siz 4000 soat prosmotr yig'ganingizdan keyin yoki bo'lmasam shortsda 10 million tomosha yig'ganingizdan so'ng siz albatta kanalingizni monetizatsiyaga ulasangiz bo'ladi. YouTube bu uchun qancha pul to'laydi degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Sizni videolaringiz to'liq o'zbek tilida bo'lsa, sizga ma'lum bir juda ham kichkina pul to'lanadi. Masalan, 1 million prosmotr uchun 200-300 ming so'm shu atrofda bo'lishi mumkin. O'zbekistonda pul to'lanmaydi deydi, lekin bo'lmasam qayerdan pul kelyapti degan savol tug'ilishi mumkin. O'zbekistonlik yurtdoshlarimiz Amerikada, Koreyada va boshqa pul to'laydigan YouTube bilan shartnomasi bor bo'lgan davlatlarda bo'lsa, o'sha joydan sizni videolaringizni tomosha qilishsa, sizga ozgina daromadlar yig'ilib, o'shalar hammasi jamlanib 200-300 ming so'm atrofida pul yig'ilishi boshlaydi. Lekin ba'zi soatlab tayyorlangan videolar, 2 soatlik podkastlar tayyorlanadi. O'shanaqa videolar 1 million prosmotr uchun 2-3 million daromad qilgan bo'lishi ham mumkin. 2, 3, 5, 10 million atrofida daromad qilgan bo'lishi ham mumkin. O'zbekistonda turib, lekin juda ham kam daromad olasiz. Lekin siz videolarni ingliz tilida yuklab, sizni kuzatuvchilaringiz to'liq Amerikadan bo'lsa, sizni videolaringiz juda ham katta daromadlar yig'adi. Siz o'rtacha 1000 ta prosmotr uchun 4-5 dollar ham ishlab qo'yishingiz mumkin. Bu degani siz 1 million prosmotriga yaxshigina daromadlar qilasiz. 3000-4000 dollar atrofida qilishingiz ham mumkin eng uzog'i bilan. O'rtacha 2000 dollar atrofida ishlasangiz bo'ladi. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Biz qanday videolar tayyorlasak bo'ladi? Axir biz faqat o'zbek tilini bilamiz, lekin ingliz tilini bilmaymiz. Qanday videolar tayyorlasak bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Buning uchun bizni Telegram kanalimizga o'ting va bizga murojaat qiling. Albatta sizga Amerikan yo'nalishlar biz hammasini jamlab qo'yganmiz. Video tayyorlasa bo'ladigan, hech qanaqa siz ingliz tilini bilishingiz shart bo'lmagan yo'nalishlarni biz tayyorlab qo'yganmiz. Bizga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram kanal linkini kommentariyaga qoldiraman. Kommentariyadan
biz o'tib, Telegram kanalimizga o'tib, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi, azizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta Telegram kanalga o'tib, obuna bo'lishni unutmang.